hamma narsa kelin kelgandan keyin boshlanarkan. Kelin kelmasdan oldin hech nima sinmagan, hech narsa buzilmagan. Kelin kelguncha ertalab voqli bomdodda turib ko'chalarni 3 mahal sipirishgan. Yomg'irmi, qormi, vobshim qarashmagan. Kelin kelguncha uyligi top-toza bo'lgan, umuman changam bo'lmagan. Kuniga 3 mahal ovqat qilishgan. Uyligi fayzli, umuman janjal bo'lmagan uy bo'lgan. Qo'ligina puli ko'p, boyvachcha, mehribon bo'lgan. Kelgandan keyin puli yo'q, ishlar orqaga tortgan, xasis bo'lib qolgan. Videoni shortgacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like'ingizni bosib qo'ying. Endi bu yo'lga qaynonalarning eng mashhur gaplarini aytib o'tib ketaman. Men sizga shunda o'g'lim berib qo'yimman, kimlar qizini bermasdi? Men sizga hali qaynona aytganim yo'q. Meni qaynonam bilasizmi qanaqa bo'lgan? Bizani paytimizda bunaqa sredstvalar bo'lmagan. Erimiz olib kelgan chistor bilan kirsovunni 1 yilga yetkazardik. Hammadan voqli turib, hammadan kech uxlardik. Voqli turib o'lib qolmaganmiz. Har hafta onamizni ko'rgani bormaganmiz. Qaynonamiz qachon jo'natsa 2-3 oyda bir borib ko'rib kelardik. Hozirgi kelinlar kun saniydi. Onasi shuncha gaplarni gapirsa ham, lekin o'g'li xotinini sevadiganlar bormi? Voy, bir mazza qildimi, ishlarimni qildirib olib. Bu videoni shunaqa gaplardan to'yganlarga jo'natamiz va yana qaysi mashhur so'z topib ketganini kommentariyada yozib keting.